Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingiz o'g'lim. Matyoqub Veliyor, Xorazm viloyati, qaysi rayon? Bo'yrachi. Shovot tuman Bo'yrachi qishloq. Shavotdansiz, ha? Tak. Xulosa, surunkali yarali kalit, ichki gemoroy. Qani olingchi. Bu 21-04 aprelda tushgan ekansiz. 2 kun bo'ldi buni tushgan. 2 kun bo'ldi. Nospetsifik yarali kalit. Qarang. Proktostigmoidal shakli, o'rta og'ir daraja. Tak. Sigmasimon ichak va to'g'ri ichakning shilliq qavatlarida har xil o'lchamdagi ko'p sonli usti oq fibrin bilan qoplangan yara va eroziyalar aniqlandi. Qon ketish belgilari yo'q. Zararlanish anusdan boshlanib 55 cm ichkariga davom ettirilgan. Ichki bavasil tugunlar kengaygan. Tashqi bavasil tugunlari kengaygan. Bo'ldimi shuni boshqa? Bu so'nggi tushganimda videosi ham bor edi. Qani ko'rsatingchi. Videosini ham yaxshi olmaganda shu. Men bir ichini ko'rib olsam bo'ldi, uni shart emas. To'liq oling deb aytgandim. Qo'yildim. Bo'ldi, mana yara anaqa fibrin to'la ekan bari. Hozir birinchi kolonoskopiya bilan ikkinchisida farq bormi? Yo'q, o'sha. O'zgarmagan. Bundan tez farq bo'lmaydi. Endi ahvolingiz to'g'risida. Yozilishingiz. Hozirgi yozilishim 1-2 emasdan oldin uyda 6-7 marta chiqdim. Oldin kuni ham shundaymidi? Yo'q, oldingi kuni unday emas edi. Bunga sabab tekshirishdan oldin ichingni yuvamiz deyishdi. Shunday yuviladi. Tabletka ichdim. Shuning uchun hisobiga suyulib ketdi-da 6-7 marta chiqdim. Undan oldingi kunlari 2-3 marta chiqar edim. Nima ko'rinyapti axlatda? Shilimshiq qon. Shilimshiq bilan qon. Oq emas, tiniqroq-a? Yo'q, shilimshiq qon. Jigar rang. Xo'p. Og'riq qorinda. Og'riq постоянный bo'lmaydi. Har demaydim. Shu kindik atrofi. Ko'ngil ayniydimi? Og'zim suvjarib ketadi-da, ichimdan bo'ladi. Havo chiqqandan keyin hech narsa bo'lmaydi deb o'tib ketadi. Normal bo'ladi. Boshqa bezovtagarchilik yo'qmi? Ishtaha yaxshimi? Ishtaham hozircha yaxshi. Men bezovta qiladigan bu shu tualetga borganimda axlatim shu shilimshiq qon, постоянный. Davolash mumkin. Kurs lecheniya-da bu. Bu yerga ichagingizni yaxshilab yuvamiz. Toza bo'lgandan keyin, axlatdan tozalab bo'lgandan keyin ichishga dori beramiz. Dori ko'p miqdorda, bitta termosda beraman. Termosda ertalabdan kechgacha ichib tugatishingiz kerak. Qisqasi ichagingiz to'lish kerak. Qonli shu doriga. Ichiga to'lgandan keyin yaraga ta'sir qila boshlaydi. Axlatni olib tashlasam, ancha yaxshiroq ta'sir qila boshlaydi. Axlat bilan ustiga ichib olsangiz, u qorishib qoladi. Kamroq bo'ladi. Shuning uchun har kuni klizma qilamiz. Ichak bo'sh turadi-da, xuddi kolonoskopiyaga borganday bo'lib bo'sh turadi. Undan keyin boyagini ichaverganingizdan keyin kechgacha ichi to'lib boradi-da, keyin u oqshom bilan ishlaydi. Ertalab yana uni yuvib tashlaymiz, yana boshqatdan beramiz boyagi baklashkaga dori. Dorining ta'siri yaxshi, Xudoga shukr, mana shuncha odamni oyoqqa turg'izayapman. Shuning uchun keldim. Faqat endi o'zingizni xotirjam ushlashingiz kerak. Yomon tomonga xayollaringiz bormasligi kerak. Bunday
tuzalaman degan niyat Stressga bilan tushmaslik. balkim shu 10 kun ichida axlat o'zgarib qolsa boshqa kelmaysiz. Xudo Agarda xohlasa. qanchadir kamchilik bo'lib turib ulgurmasam 10 kun ichida 11-kuni qoling, 13 qoling demayman. Baribir 13 kun ketishingiz kerak. Chunki odam zerikadi, charchab qoladi va miya qabul qilmay qo'yadi boyagi davolashni. 10 kungacha chidaladida odam. Yoqmay qoladi. Yoqmay qoladida. Undan keyin qoling desam ham qolib qolmaydi. Boshqa kuni kelaman deysiz. Ana shuning uchun 10 kunlik lecheniyadan keyin ketasiz. Ahvol unchalik darajada boya o'xshamasa, masalan 20% qoladimi, 15% qoladimi, har xil bo'ladida. Unda bir oydan keyin yana qaytib qolganini ham ishingiz bitkazib ketishingiz kerak. Xolasa. Shu yaxshi bo'lish uchun kerak. Albatta. Bu kasallik shunchalik darajada murakkabki, bunga sabr kerak. Sabr qilsangiz qila olmaysiz shunda. Xudo xolasa aytganingizni qilamiz. Salomat bo'ling. Yaxshi dam oldingizmi? Xudoga shukr. Mat Yaqubov Elyor 93-yil Xorazm viloyati Shavot tumani. Kalit kasalligi bilan keldingiz. To'g'rimi? To'g'ri. Xo'sh, surunkali yarali kalit deb yozib qo'yilgan 21-aprel kuni 26-yil tushibsiz. Yo'g'on ichak 90 santimetrgacha ko'rildi. 90 santimetrgacha ichaklar shilliq qavatini diffuz egallagan, kontaktda tez qonaydigan, yuzasi oq qarashli yaralar aniqlandi. Ichak bo'shlig'ida oqimtir tusli shilliq massa aniqlandi. Gemoroidal tugunlar ham aniqlandi deb yozib qo'yibdi. Ichki gemoroid. Qancha bo'ldi bu kasal bo'lganingizga bunaqada? 23 dekabrda boshlandi. Bugun 26, 3 yil bo'libdi. Bir oy shilta qon kelib yurdi-da. Shu o'zimizni bolisada davolandim. Bir oydan keyin to'xtatdi. 1 yil jim yurib 24 dekabrda oxirida yana boshladi. Unda ham 1,5 oy davom etdi shunaqa shilta kelib yurish. Yana shu o'qil dori tabletkalarni oldim. Yana to'xtadi 1,5 oyda. Shundan bu 25 sentyabrda yana boshladi. 24-aprel kuni kelibsiz, to'g'rimi? Mana bugun 4-may. Chiqib ketyapsiz. Hojatga 5-6 marta chiqaman deb yozgansiz. Hojatga hozir necha marta chiqyapsiz? 1 marta. 1 marta. Axlatimda shilta va qon bor deb yozibsiz. Nima o'zgardi? Yo'q, hech narsa yo'q. O'zgardi. Demak, axlatda boshqa hech narsa yo'q. Oddiy. Ichim dam bo'lib, og'zim suvlanadi. Hozir yaxshi. Ichingiz dam bo'lmayapti. Yo'q. Qorinda ozmoz og'riq bor. Salgina qolgan. Yana qanaqangi noxushliklar qoldi? Boshqa aytarli hech narsa qolmadi, Xudoga shukr. O'zi sal tanimga ham kuch kirgandek bo'ldi. Ishtaham yanada yaxshilashdi. Kelganingizda endi Ruslandan so'ravdingiz-ku, baribir odam ikkilanib keladi-da, to'g'rimi? Hamma ham xom sut. Ikkilanib keladi. Xudoga shukr, mana kasalingizni davolashga uddasidan chiqdim. Shuncha yo'l bosib kelibsiz. Xorazm bilan Jizzax arasancha. Afsusda emasmisiz shu yerga kelganingizga? O'zi Xudoyim bir bu yoqqa bir yo'l berdi shekilli. Ikkilanib yurgandim. Shunday. Qilgan mehnatimdan rozimisiz? Roziman. Qilgan xarajatingizga rozimisiz? Roziman. Alloh rozi bo'lsin. Bundan buyon kasal bo'lmang. Ehtiyot qilib yuring. Bir 6 oy davomida o'zingizga qarab yurishingizga to'g'ri keladi. Hammasi joy-joyiga nima qilib, joylashib, qotib, ichaklar holati to'liq yaxshi bo'lguncha ozroq vaqt kerak. Hozir hech narsa ko'rinmagani bilan ichak hali slabiy. To'g'rimi? To'g'ri. Mehnat qilib, o'shani joy-joyiga qo'yib, avvalgi holatga keltirish uchun ozroq harakatingiz bo'lishi kerak. Mendan faqat endi bundan buyog'i maslahat. Telegramda maslahat so'rab turishingiz mumkin, bemalol telefon qilib turishingiz mumkin. Asosiy shu, sog' bo'ling, salomat bo'ling.
Yana bir bemorni davolashda darsdan Ha, chiqdim. albatta. Sog' bo'ling. Sizga ham katta rahmat.